alaykum hurmatli kitobxonlar. Bugun e'tiboringizga taniqli adib Said Ahmadning Jimjitlik romani havola etiladi. Jimjitlik romanida sovet davridagi rahbarlarning chirkin hayoti, ezilgan oddiy xalqning turmush tarzi, uzoq yillar rahbarlar tazyiqi ostida Afrikada yashagan ayol va farzandlaridan ayrilib uyiga qaytgan tolibjon, boylik va mansab uchun har qanday jirkanchlikka tayyor xotinboz rais Mirvali, otasi o'ldirilib, onasi Mirvali tomonidan tortib olingan Azizbek kabi insonlar taqdiri hikoya qilinadi. Asarda turg'unlik davri illatlari mukammal tarzda ochib berilgan. Asarda sirtdan tinch, sokin ko'ringan Sho'ro davrining ichki drammalari, tuzum inqirozi butun keskinligi shiddat bilan ko'rsatilgan. Asardagi deyarli barcha yetakchi personajlar fojiaviy qismat egalaridir. Roman o'zining asov, bebosh ifoda tarzi bilan jozibalidir. Ushbu kitob sizga qiziqish uyg'otgan bo'lsa, Sharof Rashidov tumani axborot kutubxona markaziga tashrif buyurib, mutolaa qilishingiz mumkin.